Ma'lumki 2026 yil 15 yanvardan 28 fevralga qadar aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari o'tkaziladi. Bundan ko'zlangan maqsad aholi to'g'risidagi ma'lumotlarni olish, uning soni va tarkibini joriy hisob-kitob qilish, mehnat resurslari joylashuvi va foydalanishini o'rganish, hududlarda qishloq xo'jaligi tarkibiy holatini baholash va boshqalardan iborat. Bu esa ro'yxatga olishning yakuniy tahlili asosida qisqa, o'rta va uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga oid davlat dasturlarini ishlab chiqishda qo'l keladi. Ayni shu masala Sog'liqni saqlash vazirligida bo'lib o'tgan seminarda ko'rib chiqildi. Unda respublika tibbiyot muassasalari rahbarlari, shtab mas'ullari, shuningdek video konferensiya aloqa orqali hududiy muassasalar vakillari ishtirok etdi. Tadbirni Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Alisher Boboyev olib bordi. Qayd etilganidek, aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy, ayni chog'da siyosiy ahamiyatga molik voqeadir. Ushbu jarayon ikki bosqichda amalga oshirilib, birinchi bosqichda onlayn tarzda, ikkinchi bosqichda esa mahalliy yetiligi vakillari tomonidan uyma-uy yurgan holda o'tkaziladi. Ushbu tadbirni o'tkazilishida birinchi navbatda demak shaxsiy identifikatsiya talab qilinadi. Ya'ni onlayn to'ldirish uchun demak One ID tizimi orqali yoki Share tizimlari orqali ro'yxatdan o'tiladi. Ushbu tadbirda demak bevosita 70 bitta savoldan iborat savolnoma to'ldiriladi. Har bir shaxs bevosita ma'lumotlarning xavfsizligi hamda o'zining kelgusidagi aholi qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirida mahalliy yetiligi xodimlari bevosita uylariga bormasligi uchun demak oldindan ularni o'zlari to'ldirishlari imkoniyat mavjud. Asosan ta'lim sohasida, sog'liqni saqlash va ijtimoiy yo'nalishlarda bizda o'sha mamlakatimizda ko'pchilik xodimlar faoliyat yuritib borishadi. Ushbu xodimlar bevosita mana shu tadbir to'g'risidagi to'liq ma'lumotga ega bo'lishadi. Ushbu reja grafikaga muvofiq har bir hududlardagi, tumanlardagi o'sha sog'liqni saqlash muassasalarini xodimlarigacha kirib boriladi. Mazkur tadbirni uyushqoqlik bilan o'tkazish barcha davlat idoralari va muassasalari vakillaridan katta mas'uliyat talab etadi. Jumladan, Sog'liqni saqlash vazirligining aholi ayrim toifalarni ro'yxatga olish jarayonida faol qatnashishi ko'zda tutilgan. Bugungi majlisimizda aynan shu jarayonda tibbiyotchi xodimlarning roli haqida va ularning ishtiroki haqida gaplashmoqdamiz. Bu galgi xatlovlar oldingisidan farqli, ya'niki bunda elektron ro'yxatdan o'tish, aholini mustaqil ro'yxatdan o'tish imkoniyatini yaratilganligi, inson omilining minimal darajaga yetkazilganligi va aholi orasida shu ro'yxatdan o'tkazishni olib borayotgan xodimlarning ish hajmini shu bilan birga qisqartirilganligi tushuntirib o'tildi. Biz tibbiyotchilar o'z navbatida bu jarayonda faol qatnashishimiz zarurligini yaxshi tushunib turibmiz. Chunki respublikamizda aholini xatlov qanchalik aniqlik bilan, qanchalik faollik bilan o'tkazilishi bugungi kunda tibbiy muassasalarga ham bog'liq. Seminar davomida umummilliy tadbir bilan bog'liq boshqa masalalar yuzasidan ham tushuntirishlar berildi.